Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otaxonlar va onaxonlar. Bugungi videoda biz siz bilan har biringizning hovlingizdagi chorva mollari va parrandalarga tahdid solayotgan, pensiya jamg'armasi tomonidan berilayotgan pensiyaga tirikchilik o'tkazayotgan millionlab insonlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan dahshatli yangilikni batafsil muhokama qilamiz. Hukumatning bu qarori ortida nima turibdi va oddiy xalqimiz bundan qanday jabr ko'radi? Aynan shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Diqqat qiling. Hovlilaringizdagi tovuq va chorva mollari tortib olinadimi? Bu shunchaki bir savol emas, balki bugungi kunda minglab, balki millionlab insonlarning yuragini gash qilayotgan, tinchini buzayotgan achchiq haqiqatga aylanishi mumkin bo'lgan jiddiy xavf. Epidemiologik xizmat tomonidan chiqarilgan 12 sonli shoshilinch protokol oddiy odamlarning tomorqa xo'jaliklarini butunlay yo'q qilishga qaratilgan. Yangi qush grippi mutatsiyasi bahonasida hatto shahar chetidagi hovlilarda ham tovuq va boshqa turdagi chorva mollarini boqish qat'iyan taqiqlanmoqda. Bu esa nafaqat shahar aholisiga, balki qishloq joylardagi odamlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Eng dahshatlisi shundaki, inspektorlar militsiya xodimlari bilan birgalikda sizning hovlingizga ruxsatsiz bostirib kirishga, jonivorlaringizni hech qanday tovon pulisiz tortib olishga va sizga 1,7 million so'm miqdorida jarima solishga haqli ekanlar. Tasavvur qilyapsizmi? 1,7 million so'm. Bu ko'pchilik pensionerlar uchun bir oylik, hatto 2 oylik pensiyadan ham ko'proq pul. Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, siz butun umr halal mehnat qilib, farzandlaringizni boqdingiz, davlatga soliq to'ladingiz, mamlakatimiz ravnaqiga o'z hissangizni qo'shdingiz. Har bir g'ishtni o'z qo'lingiz bilan terdingiz, har bir dehqonchilik mahsulotini yerga ter to'kib yetishtirdingiz. Endi keksalikda tinchgina o'z hovlingizda ro'zg'or tebratish ham qiyin bo'ladimi? Bizning bobolarimiz, momolarimiz urush yillarida, og'ir qahatchilik paytlarida ham o'z hovlilaridagi 1-2 tovuq, bitta sigir yoki echki bilan ochlikni yengib, tirik qolishgan. Sizning o'zingiz ham shunday og'ir kunlarni boshdan kechirgansiz, bilaman. Har bir o'zbek oilasi uchun chorva va parranda boqish nafaqat tirikchilik, balki o'ziga xos madaniyat, avloddan avlodga o'tadigan an'ana hisoblanadi. Bolalikka sho'ng'iganingizda buvingizning hovlisida tovuqlar xo'jayinlik qilganini eslaysizmi? Qo'shningizning bolasi sigirini otlatishga olib ketayotganini-chi? Bu bizning hayot tarzimizning bir qismi emasmi? Aytingchi, sizning oilangizda chorva va parranda boqish qanday an'ana bo'lgan? Sizning uchun bu nafaqat daromad manbai, balki hayot tarzingiz, farzandlaringizga qoldirayotgan merosingiz emasmi? Necha yil davlatga xizmat qildingiz? Hozirgi kunda pensiya jamg'armasidan olayotgan pensiyangiz oilangizni boqishga yetadimi? Chorva yoki parranda boqish sizning ro'zg'oringiz uchun qanchalik muhim? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har biringizning ovozingiz, har biringizning tajribangiz muhim. Biz har biringizning dardingizni eshitishga tayyormiz, chunki sizning muammolaringiz bizning muammolarimizdir. Hurmatli tomoshabinlar, keksalarimizning huquqlarini himoya qilish, ularni asrash bizning burchimiz. Shu kabi muhim huquqiy yangiliklardan xabardor bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishda bizdan yordam olish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal nafaqat ma'lumot beradi, balki sizning ovozingizni ham yuqoriga yetkazishga harakat qiladi. Qadimdan bizning xalqimiz mehnatkashligi, dehqonchiligi, chorvachiligi bilan mashhur. Har bir hovlida 1-2 tovuq, hatto bitta echki yoki sigir bo'lishi odatiy hol edi. Bu nafaqat tirikchilik manbai, balki farzandlarga mehnatsevarlikni o'rgatish, ularni hayotga tayyorlashning ham bir usuli edi. Bizning oilalarimizning iqtisodiy mustaqilligi asrlar davomida shunga asoslangan. Mahallalarda bir-biriga yordam berish, qo'shni-qo'shniga sut yoki tuxum berish oddiy hol edi. Odamlar o'z hovlisida ozgina bo'lsa ham chorva boqib, kundalik ehtiyojlarni qoplashga harakat qilgan, ortiqchasini bozorga olib chiqib, 1-2 so'm daromad topgan. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilagan, balki ularga o'ziga ishonch, o'z kuchi bilan yashash imkoniyatini ham bergan. Pensiya yoshi insonlarning nafaqat jismonan zaiflashgan, balki aynan shu sababli ham qo'shimcha daromad manbalariga ehtiyoji kuchaygan davrdir. Davlat tomonidan berilayotgan pensiya, afsuski, ko'p hollarda hayot kechirish uchun yetarli emas. Shuning uchun ko'pchilik keksa avlod vakillari o'zlarining shaxsiy tomorqa xo'jaliklariga suyanishadi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi.
Epidemiologik xizmatning 12 sonli shoshilinch protokoli oddiy odamlarning tomorqa xo'jaliklarini butunlay yo'q qilishga qaratilgandek tuyulmoqda. Rasmiylarning ta'kidlashicha, yangi qush grippi mutatsiyasi xavfli bo'lib, uning tarqalishini oldini olish kerak. Albatta, salomatlik muhim. Lekin bu xavfni bartaraf etishning boshqa, xalqimizning tirikchiligiga bolta urmaydigan yo'llari yo'qmidi? Nima uchun tovon pulisiz tortib olish, uyga bostirib kirish va juda katta miqdordagi jarima solish? Axir bu harakatlar inson huquqlariga, mulk daxlsizligiga to'g'ri keladimi? Nima uchun avvalo profilaktika, tushuntirish ishlari emas, balki darhol jazo choralari qo'llaniladi? Bu qaror oddiy xalq, ayniqsa keksa avlod vakillarining hayotini yanada og'irlashtiradi. Ularni iqtisodiy qiyinchiliklar girdobiga tortadi. Pensiya jamg'armasi tomonidan berilayotgan pensiyalar ham hozirgi qimmatchilik davrida qanchalik yetayotgani barchamizga ma'lum. Bu vaziyatda ayniqsa quyidagi toifadagi pensionerlar katta xavf ostida qolmoqda. Birinchidan, yoshi ulug' va yolg'iz yashayotganlar. Ularning ko'pchiligi nafaqat o'z hovlisidagi 1-2 tovuq yoki echkining mahsulotlari bilan kun kechiradi, balki ularni boqish jarayoni ularga hayotdan maqsad, harakatlanish imkoniyatini ham beradi. Ikkinchidan, oylik pensiyasi juda kam bo'lgan, oilasida kasalmand kishisi bor pensionerlar. Ular uchun har bir tuxum, har bir tomchi sut juda muhim. Bu ularning ratsionini boyitadi, dori-darmon xarid qilishga yordam beradi. Uchinchidan, farzandlari chet elda yoki boshqa shaharlarda bo'lgan, kam yordam olayotgan keksa juftliklar. Ular uchun hovlidagi chorva mollari go'yo bir bank hisobi vazifasini o'taydi. Kutilmagan xarajatlar uchun zaxira bo'ladi. Bu yangi qonun ko'plab insonlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana, misol uchun, Toshkent viloyatining chekka mahallaridan birida yashovchi Oysha momoni olaylik. Yolg'iz ayol, yoshi 70 dan oshgan. Turmush o'rtog'i 7 yil avval vafot etgan. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm atrofida. Shu pensiya bilan o'zi ham yashaydi, nogiron nabirasini ham boqadi. Hovlisida o'nlab tovuqlari bor. Har kuni onon 5 ta tuxum beradi. Bu tuxumlarning bir qismini o'zi iste'mol qiladi, qolganini mahalladagi qo'shnilariga sotadi. Shu pulga nabirasining dorisini oladi, uyga non va boshqa kerakli narsalarni sotib oladi. Tovuqlarim bo'lmasa, qanday yashayman? Bu mening jon boquvchim, deydi Oysha momo kozda yosh bilan. U kishi butun umr paxta dalalarida ter to'kkan, kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan, davlatga 30 yildan ortiq xizmat qilgan. Endi uning bu chorva mollari tortib olinsa, u qanday qilib o'zining va nabirasining tirikchiligini ta'minlaydi? Yoki Buxoro viloyatining qishloqlaridan birida yashovchi Rahim otani olaylik. Rahim ota 40 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, minglab shogirdlarga ilm bergan, ularni hayotga yo'llagan. Hozir yoshi 82 da, pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Xotini Fotima aya kasalmand, doimiy dori-darmonlarga muhtoj. U kishining hovlisida bitta sigiri bor. Sigir har kuni 6-7 litr sut beradi. Sutning bir qismini o'zlari ichishadi, ayasi uchun qaymoq, qatiq qilishadi, qolganini mahalladagi yosh oilalarga sotib 1-2 so'm orttiradilar. Bu sigir bizning oilamizni boqadi. Pensiyamiz faqat doriga yetadi, oziq-ovqatni qanday qilib olamiz? Bolalarimiz uzoqda, o'zlari ham ro'zg'or tebratishga qiynaladi, deydi Rahim ota. Bu insonlarning har biri davlatga bir umr xizmat qilgan, jamiyat uchun fidokorona mehnat qilgan. Endi keksalikda ularning bu mashaqqatli mehnati qadrlanmayaptimi? Ularga shunchalik e'tiborsizlik qilish adolatdanmi? Bu insonlar uchun nafaqat moddiy, balki ruhiy zarba hamdir. Afsuski, shunga o'xshash qator misollar keltirishimiz mumkin. Bu keksalarimizning har biri o'ziga xos taqdirga ega, lekin ularning barchasini bir narsa birlashtiradi. Ular o'z qo'l mehnati bilan, halol mehnat bilan yashashni xohlaydilar va hech kimga qaram bo'lishni istamaydilar. Davlatning bunday harakatlari ularning bu istagini oyoq osti qiladi. Ularning hayotini yanada qiyinlashtiradi. Nima uchun bir tomondan qishloq xo'jaligini rivojlantirish haqida gapiriladi, boshqa tomondan esa oddiy odamlarning tomorqasidagi chorvalar tortib olinadi? Bu ikki yo'l bir-biriga zid emasmi? Pensiya jamg'armasi pensiya miqdorini oshirishga harakat qilmoqda, lekin agar odamlar boshqa daromad manbalaridan mahrum bo'lsa, bu oshirilgan pensiya qanchalik yordam beradi? Bu shunchaki og'ir ahvoldagi keksalarimizni yanada chuqurroq moliyaviy botqoqlikka tortish emasmi? Sizning fikringizcha davlat keksalarimizga yetarlicha e'tibor beryaptimi?
Bu qonun xalq manfaati uchunmi yoki boshqa, biz bilmagan maqsadlari bormi? Sizning mahallangizda bu vaziyatga qanday munosabat bildirishmoqda? Kimdir allaqachon jarimaga tortildimi yoki chorva mollari tortib olindimi? Izohlarda oz mulohazalaringizni yozib qoldiring. Muammolarimizni birgalikda muhokama qilish orqali yechim topishimiz mumkin. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Qanday qilib o'z huquqlarimizni himoya qilishimiz kerak? Birinchidan, har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi shart. Agar inspektorlar hovlingizga kirishni talab qilsa, birinchi navbatda ularning xizmat guvohnomalarini, shuningdek, hovlingizga kirish uchun ruxsatnomalarni talab qiling. Hech qanday rasmiy hujjatsiz ularni hovlingizga kiritishga haqli emassiz. Bu sizning shaxsiy mulkingizga daxlsizlik huquqingizni buzish hisoblanadi. Ikkinchidan, har qanday vaziyatni, ayniqsa inspektorlar bilan bo'ladigan suhbatni videoga yoki ovozga yozib oling. Bugungi kunda har bir telefonda video va ovoz yozish funksiyasi bor. Bu dalillar sizga keyinchalik o'z huquqlaringizni sud orqali himoya qilishda asqotishi mumkin. Ular noto'g'ri harakat qilsa, bu yozuvlar ularning noqonuniy xatti-harakatlarini isbotlaydi. Uchinchidan, hech qanday hujjatni yaxshilab o'qib chiqmasdan yoki uning mazmunini tushunmasdan imzolamang. Agar siz o'qiy olmasangiz yoki huquqiy atamalarni tushunmasangiz, mahalla raisi, qo'shningiz yoki siz ishonadigan biror kishidan yordam so'rang. Agar chorva mollaringiz tortib olinsa, hech qanday tovon puli berilmasligi aytilsa ham, siz bu holatni hujjatlashtirishni talab qiling va sud orqali tovon undirish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Zero, har bir mulkning o'z egasi bor va mulkni tovon pulisiz tortib olishga hech kimning haqqi yo'q. To'rtinchidan, agar sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, darhol yuristga murojaat qiling. Shuningdek, mahallaning oqsoqollari, yuristlar va ommaviy axborot vositalariga xabar bering. Muammoni jamoatchilikka oshkora qilish, ko'pincha uning tezroq yechilishiga yordam beradi. Mahalla qo'mitalaridan ham ushbu masalada xalqning yonini olishni, ularning huquqlarini himoya qilishni talab qiling. Chunki mahalla bu xalqning yordamchi tayanchi hisoblanadi. Beshinchidan, pensiya jamg'armasi to'g'ridan-to'g'ri bu masalaga aloqador bo'lmasa-da, agar chorva mollari tortib olinishi natijasida sizning moddiy ahvolingiz yomonlashsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyangizni qayta ko'rib chiqish yoki moddiy yordam so'rash huquqini o'rganib chiqishingiz mumkin. Bu sizning yashash sharoitingiz yomonlashganini, davlat yordamiga muhtoj ekanligingizni isbotlaydi. Unutmang, azizlar, birgalikda biz ko'p narsani qila olamiz. O'z huquqlarimizni himoya qilishdan cho'chimasligimiz kerak. Bu faqatgina sizning shaxsiy muammoingiz emas, balki butun jamiyatimizning, ayniqsa keksalarimizning muammosidir. Bizning otaxonlarimiz, onaxonlarimiz davlatga bir umr xizmat qildilar, urush va mashaqqatli yillarni ko'rdilar, mamlakatimiz ravnaqiga o'z hissalarini qo'shdilar. Ularning keksalikdagi tinch hayotini ta'minlash va ularni asrash har birimizning burchimizdir. Xo'sh, aziz otaxonlar, onaxonlar, siz nima qilasiz? Farzandlaringizni boqib katta qilgan, o'z qo'lingiz bilan qurgan uy-joyingizda tinchgina ro'zg'or tebratishingizga qoyib berishmaydimi? Bu adolatdanmi? Bu chorva mollarimizni tortib olishga bo'lgan harakatga siz qanday javob qaytarasiz? O'z fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Birgalikda kuchlimiz. O'z huquqlarimizni bilib, ularni himoya qilaylik.